Akalar, bugungi videomiz mashinani qabul qilish va topshirish jarayonidagi bo'ladigan vaziyatli ishlar bo'ladi. Akalar, mashinamiz DAF XG. Mana mashinani topshiradigan vaqtinglarda akalar обязательно esingizda tursin, xuddi shunaqa sarapinasi bormi, chizilgan joyi bormi, hammasini qarab, planshetga rasmga olib menejerga tashlashingiz kerak bo'ladi akalar. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, mashinani topshirganda har doim yuvib, chist qilib topshirish kerak. Mashinani qayerda aybi bor, nimasi bor, hammasini ko'rib, ko'rsatib, planshetga tashlab qilishingiz shart. Xuddi shunaqa narsalardan bittasi akalar, men sizlarga hozir ko'rsatib ketaman. Oddiy misol uchun, ko'pchilik misol uchun haydovchilarimiz ahamiyat berishmaydi. Hattoki mana singanini ham rasmga olib tashlashingiz kerak o'zingiz uchun. Men mashinani qabul qilganimda xuddi past singandi, bakoyi naryoqda ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'chlanganda tepadagi qosh yo'q edi. Keyingi masalalar akalar. Bitta, ikkita joyda sarapina bor edi, undan keyin mana momentida bak ko'rayotgan bo'lsangiz, shu yerda ham aybi bor edi. Bu mashinani men Xorazmlik Farhod aka degan odamdan qabul qilganman. Mashinani haydadim. Allohga behisob shukr, hammasi zo'r bo'ldi. Endi buni do'stimiz Toshkentlik G'ofur akaga topshirib ketaman, xudo xolasa.